Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet imen. Men bugun boshqalarni harakatlantirish degan temada qisqa bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Endi bu boshqalarni harakatlantirish degan vaqtida mayli u oilada bo'lsin, mayli ish o'rnimizda yoki xizmat o'rnimizda bo'lsin va yoki da'voda, tashkilotchilikda bo'lsin, hammamizning bilishiga tegishli muhim bir tema bo'lib, u asosliqi qandoq qilib boshqalarni harakatlantirish va yoki ularning aktivchanligini yuqori ko'tarishni ko'zda tutadi. Boshqalarni qandoq harakatlantirish yoki boshqalarning aktivchanligini qandoq yuqori ko'tarishda insonlarning mijoz xulqi, psixik ro'y holati va ehtiyojini yaxshi tushunish nihoyatda muhim bo'lib, u jihatda hammamizning belgilik tushunchaga ega bo'lish biz uchun bakla muhim. Bo'libmi bizningki kelgusi ishlarimizni taraqqiy qildirish uchun alohida ahamiyatga ega. Shu sababdan men o'zimning bu jihatdagi izlanishlarni ko'pchilik bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Tövanda diqqatinglar leksiyaning tafsilotida bo'lsin. Boshqalarni harakatlantirishninki usullari to'g'risida tafsili to'xtalishdan burun harakatlantirgich kuch degan bu uqum bilan tanishib o'tmak lozim. Undaqda bu harakatlantirgich kuch degan zodi nima degan vaqtida harakatlantirgich kuch deganimiz insonlarning bir ish qilishi uchun harakatga kelishiga turtki bo'lgan omil yoki insonlarning harakatga o'tishining harakatlanishiniki tüp sebebi. İnsanlar dal muşu kuch yoki muşu sebep tüpeylidin harakatga o'tidi, o'zining nishon maqsadlariga yetish uchun tirishchanlik ko'rsatadi. İnsanlarning harakatlantirgich kuchi cho'ng jihatdan ichki harakatlantirish kuch va tashqi harakatlantirish kuch deb ikki cho'ng turga ayrildi. İchki omil sababidan yoki o'zligidan harakatlanish mushu ichki harakatlantirish kuchga bog'liq bo'lsa, tashqi omil sababidan harakatlanish yoki boshqalar tarafidan harakatlantirish tashqi harakatlantirish kuch qatoriga kirdi. Mening bugun so'zlamoqchi bo'lgan boshqalarni harakatlantirish degan vaqtida asosliqi ichki harakatlantirish kuch sababidan emas, balki tashqi harakatlantirish kuch sababidan bir insonning harakatga kelishini ko'rsatadigan bo'lib, bugun so'zlaydigan bu leksiya asosliqi, ya'ni tashqi harakatlantirish kuchni asos qilib, insonlar nima uchun harakat qiladi, andan keyin qanday qilgan vaqtida ularni texim unumli harakatga keltirgili bo'ldi degan to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. İnsanlarning harakatlanishi mayli u ichki omillar bilan munosabatlik harakatlanish bo'lsin yoki tashqi omillar bilan munosabatlik boshqalar tarafidan harakatlantirish bo'lsin, u insonlarning ehtiyoji bilan zich munosabatlik. Ya'ni insonlar o'zi ehtiyoji bo'lmagan ishqa o'zligidan harakatga kelmaydi yoki ehtiyoj bo'lmagan vaqtida boshqalar tarafidanmi harakatlantirish qiyin bo'ladi. Ya'ni qisqacha qilib aytgan vaqtida insonlarning eng asosli harakatlantirgich kuchi insonlarning ehtiyojidir. İnsanlar o'zining ehtiyojini ko'rdigan holda o'zlariga nishon maqsad tayyorlab chiqadi va uning uchun tirishadi. İnsanlarning ehtiyoji degan vaqtimizda oldi bilan bizning aqlimizga Maslow'ningki bu insonlar ehtiyoji piramidasi ko'z oldimizga keladi. Buningki eng tuvanki qismi asosli insonlarning asosli ehtiyoji bo'lib, u insonlarningki fiziologiyalik ehtiyoji bilan bexatarlik ehtiyojini o'z ichiga oladi. Uningdan bir daraja yuqorilagan vaqtida psixologiyalik ehtiyoj bo'lib,
u insonlarninki tavallik va sevgi ehtiyoji, hurmatlanish ehtiyojini o'z ichiga oldi. İnsanlarninki eng oliy, eng yuqoridagi ehtiyoji insonlarning o'zini amalga oshirish ehtiyoji bo'lib, bu insonlarni harakatga keltiradigan eng kuchli, ya'ni cheksiz kuch. Agar insonlarda bu xil ehtiyoj bo'lgan vaqtida ularning harakatlantirish kuchininki kuchi nihoyatda kuchli bo'ldi. Men tuvanda bu haqda tafsili to'xtalaman. İnsanlarning asosiy ehtiyoji, insonlarning fiziologik ehtiyoji bilan insonlarning bexatarlik ehtiyojini o'z ichiga oldi. İnsanlarning fiziologik ehtiyoji yemek-ichmak ehtiyoji, nafas olish ehtiyoji, isinish yoki sovuqdan saqlanish ehtiyoji, orom olish ehtiyoji va uxlash ehtiyojini o'z ichiga oldi. Bexatarlik ehtiyoji bo'lsa, turalg'u joy, uy mulk ehtiyoji, muqimlik ehtiyoji, qo'g'dinish ehtiyoji, qo'rqish va tahdiddan xoli bo'lish, sog'lomlik ehtiyoji qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Bu ehtiyoj butun insonlarga o'rtaq bo'lgan ehtiyoj bo'lib, u insonlarning harakatlanishining muhim asosi hisoblanadi. İnsonlarning bu ehtiyoji bilan ularning harakatlanishi ta'tir tanasib bo'ladi. Ya'ni insonlarning bu ehtiyoji bilan uningdan shakllangan harakatlantirgich kuch ta'tir tanasib bo'ladi. Bu ehtiyoj qongan siri uningdan shakllangan harakatlanish yoki harakatlantirgich kuch tuvallab mangdi. Bu ehtiyojdan mahrum qolgan siri uningdan shakllangan harakatlantirgich kuch kuchayib mangdi. İnsanlarning psixologiyalik ehtiyoji yoki ma'naviy ehtiyoji ikki cho'ng turni o'z ichiga oladigan bo'lib, uning biri tavallik va sevgi ehtiyoji, yana biri bo'lsa hurmat va obro' ehtiyoji. Tavallik va sevgi ehtiyoji e'tirof qilinish, qabul qilinish, yaqinlik, mehr-muhabbat, do'stlik, o'zaro bog'lanish qatorliq ehtiyojlarni o'z ichiga olsa, hurmat va obro' ehtiyoji qadrlanish, hurmatlanish, shon-shuhrat, g'urur, inovat, o'zini namoyon qilish qatorliq ehtiyojlarni o'z ichiga oladi. Bu ehtiyoj ko'p sonda insonlarda o'rtaq bo'lib, insonlarning asosiy ehtiyoji qongandan keyin insonlarning bu ehtiyoji insonlarni harakatlantiradigan muhim omilga aylanadi. Men yuqorida deb o'tgan insonlarning asosiy ehtiyoji butun insonlarda o'rtaq bo'lgan ehtiyoj bo'lgan bo'lsa, bu ehtiyoj butun insonlarda emas, ko'p sonda insonlarda o'rtaq bo'lib, insonlarninki asosiy ehtiyoji qongandan keyin, ya'ni insonlarning qo'sqi to'ygandan keyin yoki mol dunyoga erishgandan keyin uninglik bilan insonlarni qo'zg'atqili bo'lmagan vaqtida insonlarning psixologiyalik ehtiyoji yoki ma'naviy ehtiyoji insonlarni harakatlantiradigan asosiy kuchga aylanadi. İnsanlarning bu ehtiyoji bilan ularning harakatlanishi bu o'xshashla ta'tir tanasib bo'ladigan bo'lib, bu ehtiyoj qongan siri uningdan shakllangan harakatlanish tuvallab mangdi. İnsanlarning o'z-o'zini amalga oshirish ehtiyoji. Bu insonlarning o'z qobiliyatini eng yuqori darajada joriy qildirib, eng yuqori pallaga yetish ehtiyoji bo'lib, u insonlarning eng oliy ehtiyoji hisoblanadi. İnsonlarning eng oliy ehtiyoji dunyoga ta'sir ko'rsatgan kishilarning eng kuchli harakatlantirgich kuchi bo'lib, bu ehtiyoj bilan insonlarning harakatlanishi o'ng tanasib bo'ladi. Ya'ni insonlarning bu ehtiyoji qancha qongan siri uningdan shakllangan harakatlanish shuncha kuchayib mangdi. Bu ehtiyojning cheki bo'lmaydi. U ehtiyoj sababidan paydo bo'lgan harakatlanishmi uzluksiz kuchayib bordi. Ya'ni oldingi ikki ehtiyoj, insonlarning asosiy ehtiyoji va fiziologiyalik ehtiyoji bilan insonlarning harakatlanishi
ta'tir tanasib bo'lgan bo'lsa, ya'ni u ehtiyoj qilgan vaqtida u ehtiyojni shakllangan harakatlanish kuchi ojizlab mangan bo'lsa, insonlarning bu ehtiyoji bilan uningdan shakllangan harakatlanish kuchi o'ng tanasib bo'ladi. Ya'ni men yuqorida o'tgandek bu ehtiyojninki cheki bo'lmaydi. Bu ehtiyoj qancha qongan siri uningdan shakllangan harakatlanish kuchi shuncha kuchayib mangdi. Ondaqda insonlarni harakatlantirishninki qandaq usullari bor degan vaqtida insonlarni harakatlantirishninki usulini cho'ng jihatdan ikki cho'ng turga ayirish mumkin. Uning birisi ijobiy usul, yana birisi salbiy usul. Ijobiy usul degan vaqtida asosligi ortiqchilik va qo'lga keltirgan natijalarni ta'kidlash, ilhom berish, rag'batlantirish, taqdirlash, mukofotlash, faxrlantirish, umidlantirish, g'ururlantirish. Bularning hammasi insonlarni harakatlantiradigan ijobiy usul bo'lib, salbiy usul degan vaqtida kamchilik, ojizlik va mag'lubiyatni ta'kidlash, vahim paydo qilish, tahdid qilish, qo'rqitish, qamchilash, g'ururni sundirish, jazolash. Bularning hammasi shu insonlarni harakatlantiradigan salbiy usullar. Endi bu insonlarni harakatlantiradigan ijobiy usul va salbiy usullarga amaliy misol keltirsak, ijobiy usul degan vaqtimizda misolanga bolalarimizga yoki o'quvchilarga yaxshi o'qisang kelgusida yaramli odam bo'lasan, andan keyin tirishib o'rgansang kelgusida olim bo'lasan, vatan millat uchun foydali ish qilsang millat seni hurmatlaydi, beshiga ilib ko'tirdi. Har bir Uyg'ur vatan uchun bir ishlarni qilishi kerak. Tirishib ishlasang hayoting bayoshatlik ichida o'tadi. Vazifani yaxshi o'rlasang mukofot beraman. Agar biz o'zaro ittifoqlashib bir niyat, bir maqsadda tirishsak, xalqimiz cho'qim hurlikka chiqadi. Bularning hammasi boshqalarni rag'batlantiradigan, harakatlantiradigan ijobiy usullar hisoblanadi. Undaqda salbiy usullarning misollari nima degan vaqtida yaxshi o'qimasang kelgusida hech ishga yaramaysan, terishib o'rganmasang kelgusida tilamchi bo'lasan, uy makonsiz qolasan, vatan millat uchun ziyonliq ish qilsang millat sana la'nat o'qiydi, jazosini cheksan, vatan uchun bir ish qilmaganlarni Uyg'ur degili bo'lmaydi. Terishmasang hayoting yo'qsizlik, kambag'allik ichida o'tadi. Vazifani yaxshi o'rlamasang jazolayman. Agar biz o'zaro ittifoqlashmasak, bir niyat, bir maqsadda tirishmasak, xalqimiz mangu hurlikka chiqolmaydi. Bularning hammasi ya'ni salbiy, manfiy usul orqali rag'batlantirish yoki harakatlantirish usuli hisoblanadi. Yuqorida men misol ko'rsatib o'tgandagidek, bu yerda bizda boshqalarni harakatlantiradigan, ya'ni ijobiy usul va salbiy usul yoki aktiv usul yoki passiv usul deb ikki xil cho'ng usulga bo'lingan. Undaqda qaysi xil usul texmi unumli degan vaqtida u tövəndəki bir neçə xil amilga bog'liq. Birinchisi harakatlantirmoqchi bo'lgan insonninki xarakteri va ro'y kayfiyatiga bog'liq. Misolanga bu inson g'urur kuchlik, o'ziga ishonchi kuchlik, ashunday inson bo'lib qolsa, buningga bu salbiy usulmi unum berishi mumkin. Ya'ni mushundaq ketaversang sen hech ishga yaramaysan, uy makonsiz qolsa yoki bo'lmasa umring nomrodchiligida o'tadi degan vaqtimizda bu g'urur va o'ziga ishonchi va inson mushuninga bir xil ochiqlangan, ya'ni men sana shuning ta'tirini qilib o'zimni isbotlayman, sana ko'ksitaman degandagidek bir xil g'urur bilan texmi harakat kelib, texmi terishib cho'ng muvaffaqiyatlarni qozonishi mumkin. Shunglashqa bu yerda qaysi xil usul texmi unumli degan vaqtida bu harakatlantirmoqchi bo'lgan insonning xarakteri va ro'y kayfiyatiga bog'liq. Agar harakatlantirmoqchi bo'lgan inson o'ziga bo'lgan ishonchi kuchli, ro'y kayfiyati ko'tarangi, g'ururliq inson bo'lsa, salbiy usulga o'xshashlar unum berishi mumkin. Ikkinchisi, yetmoqchi bo'lgan maqsad
muddaoga bog'liq. Ya'ni biz bir insonni harakatga keltirishdagi maqsadimiz ulardan faqat qo'llanish, foydalanish bo'lib, ularning kelgusi bilan korimiz bo'lmagan vaqtida balkim biz tahdid qilish, hayba qilish, qo'rqitish, vahim paydo qilish degandagidek salbiy usullarni qo'llangan vaqtida o'zimizning maqsadiga yetish uchun u odamni nihoyatda jiddiy harakat keltira olishimiz mumkin. Ammo u odamninki g'ururi so'nsa, o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q bo'lsa, bu odamning kelgusi istiqboli parlaq bo'lmaydi. Shunglashqa bu yerda boshqalarni harakatlantirmoqchi bo'lgan insonlarniki maqsad muddaosi nihoyatda muhim. Üçüncüsü hareketlendirgüçü ve hareketlendirmekçi bo'lgan nişandan ibaret ikki tarafning qandoq munosabat ekanligiga bog'liq. Hamda biz boshqalarni harakatlantirishdagi maqsad muddalarimiz nima, nishonimiz nima, qarshi tarafniki maqsad muddasi nima, ya'ni o'zaro bir-birini qo'llanishmi, bularning hammasi bizniki qo'llanmoqchi bo'lgan salbiy yoki ijobiy usulniki unumiga bevosita munosabatlik. Şunlaşqa bu yerda aniqlik kesib, ma'qul usul texim unumlik deyamaymiz, ammo konkret ahvolga qarab konkret belgilashga to'g'ri keldi. Bo'libmi bak bizningki hozirgi ro'y sunuq, umidsiz, tushkulishish ig'ir ahvolda albatta bizga nisbatan unum berdigini yaxshi unum berdigini balkim ijobiy usul bo'lishi mumkin. Chunki salbiy usulda ko'pincha ahvollarda bo'lib umidsizlangan, tushkunlangan insonlarga nisbatan bu salbiy usul texmi ro'yini sundiradigan, texmi tushkunlashtiradigan, texmi umidsizlantiradigan oqibatni keltirib chiqarishi mumkin. Shunglashqa bu konkret ahvolga qarab, konkret usulniki qaysiniki texmi unum beradiganlarga hukm chiqarish mumkin. Shunga bu yerda bir og'iz gap bilan ma'qul usul texim yaxshi unum beradi deyamaymiz. Ama yuqoridan da ikki xil usulninki konkret misollari bilan anandikin ularninki konkret ahvol qarab qanday unum beradiganligi to'g'risida az to'xtalib o'tdim. Endi bu yerda biz qaysi xil usulni tanlashda yolg'iz uninki yaxshi tarafiga emas, balki kamchilik tarafiga qaragan vaqtimizda biz to'g'ri qaror bera olishimiz mumkin. Undaqda bu ijobiy usulninki qandaq kamchillikki, qandaq yetarsizliklar bor degan vaqtida birinchisi insonlarda mag'rurlik paydo qilishi, ya'ni maqtavergandan keyin shu g'alabini, mukofotni ta'kidlavergandan keyin bundaq insonlarda mag'rurlik paydo qilishi, faqat o'zining ortiqchiligi, afzalligi va g'alabasini ko'rib, o'z kamchiligi va ojizligini farq etolmas qilib qo'yishi mumkin. Ikkinchisi insonlarni o'ziga ziyoda ishonadigan, boshqalarning fikr takliflariga quloq solmaydigan va yoki boshqalarni ko'zga ilmaydigan qilib qo'yishi mumkin. Uchinchisi insonlarni olqish, chavoq va taqdirlashga xumor qilib qo'yishi mumkin. To'rtinchisi insonlarga o'z mas'uliyati va majburiyatini unuttirib, o'zining faqat boshqalar uchun tirishayotgandagidek, badal to'layotgandagidek tuyg'uga keltirib qo'yishi mumkin. Bular mushu ijobiy usullarni, boshqalarni harakatlantirishdagi ijobiy usullarning yetersizligi. Ya'ni biz natijani shu ijobiy taraflarni mukofotlashni, g'alabalarni alohida ta'kidlab, boshqalarni rag'batlantirishga, harakatlantirishga uringan vaqtimizda yuqorqi bu oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Bu shu ijobiy usulniki yetersizligi. Undaqda bu salbiy usulning yetersizligi nimalardan iborat degan vaqtida biz insonlarni butunlay salbiy usul orqali harakatlantirmoqchi bo'lgan vaqtida tuvandagidek yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Birinchisi insonlarda passivlik paydo qilishi, faqat o'zining kamchiligi, ojizligi va mag'lubiyatini ko'rib, o'z ortiqchiligini farq etolmas qilib qo'yishi mumkin. Ikkinchisi insonlarning o'ziga bo'lgan ishonchini tiklishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, hatto o'zini tuvan ko'rishi yoki vayron qilishi mumkin. Uchinchisi insonlarning kelgusiga bo'lgan umidini yo'qotishiga sabab bo'lishi, hatto tushkunlashishini keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni shu salbiy narsalarni so'zlayvergan vaqtida
inson umidini yo'qotishi, inson o'ziga bo'lgan ishonchini, kelgusiga bo'lgan ishonchini, umidini yo'qotishi, hatto tushkunlashish kelib chiqishi mumkin. To'rtinchisi, insonlarda qarshilik psixika paydo qilishi mumkin. Yana bu xil shu tanqidlar bergan vaqtida, salbiy narsalarni bergan vaqtida insonlarda qarshilik psixikasi, o'ng desa ta'tir deydigan, ta'tir desa o'ng deydigan qarshilik psixikasi paydo qilishi mumkin. Mana bular insonlarni rag'batlantirishdagi, harakatlantirishdagi salbiy usullarniki kamchiligi yoki yomon oqibati. Shunglashqa bu ijobiy usul bilan salbiy usulni qo'llangan vaqtida konkret ahvollarga insonlarning psixik ro'y kayfiyati qarash kerak, konkret ahvol qarash kerak. Qarısıqlar könse biz salbiy usulni ishlatamiz yoki ijobiy usulni ishlatamiz deb oraliqdagi tangpungliqqa diqqat qilmasak, o'xshashla yomon oqibat kelishi, biz ko'zlagan unumga erisholmasligimiz mumkin. Ama yuqorida bu insonlarni boshqalarni harakatlantirishninki usulni cho'ng jihatdan ijobiy usul va salbiy usul deb ikki cho'ng turga ayirib tushuntirdim. Endi bu boshqalarni harakatlantirishning konkret usullari qandoq degan vaqtida men faqat bu yerda misol xarakterlik bir qism usullarni tanishtirib o'taman. Albatta bu usullar hargiz bular bilanla cheklanmaydi. Konkret ahvollarda konkret usullar har xil bo'lishi mumkin. Men faqatla bu yerda shu ko'p qo'llanishga bo'ladigan ba'zi usullarni misol xarakterlik ko'pchilik bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Birinchisi oldi bilan boshqalarning ehtiyojini tanib yetish. Boshqalarning ehtiyojini e'tirof qilish va uningga hurmat qilish. Ama yuqorida o'tgandek insonlarni harakatlantirishda insonlarning ehtiyoji nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni insonlarning ehtiyoji insonlarni harakatlantirishning asosli harakatlantirish kuchi hisoblanadi deb o'tgan. Shunlashqa bu insonlarni boshqalarni harakatlantirishda insonlarning ehtiyojini tanib yetish, uni e'tirof qilish va uning hurmat qilish nihoyatda muhim. Ikkinchisi, boshqalarning mijozini tushunish. O'xshamagan kishilarning mijoz xulqi, qobiliyati, ortiqchiligi va kamchiligi farqli bo'lganligi uchun ularni harakatlantirishning usulimi farqli bo'ladi. Uchinchisi, talantiga qarab tarbiyalash va talantiga qarab ish taqsim qilish. To'rtinchisi, boshqalarning qobiliyatini, nima qila oladiganligini tanib yetish, ularning o'z rolini namoyon qilishiga fursat yaratib berish, ularda ishonch paydo qilish. Ya'ni boshqalarga ish taqsimot qilgan vaqtida, vazifa bergan vaqtida ularga berilgan ish ularning qobiliyatidan ko'p tuvan bo'lsa, ya'ni oson bo'lsa, ularda ish pushqini keltirib chiqarishi mumkin, qizg'inligi tuvanlab ketishi mumkin. Andan keyin boshqalarga bergan vazifa yoki xizmat ularning iqtidoridan ishib ketgan yoki qiyin bo'lib qolsa, u vaqtida u ish taqsimoti boshqalarning ishonchini vayron qilishi, ya'ni o'zining qobiliyatiga bo'lgan ishonchi, o'zining u ishni qila oladigan bo'lgan ishonchini tuvaltib o'tishi mumkin. Shunlashqa bu yerda ish taqsimot qilgan vaqtida boshqalarning qobiliyatini to'g'ri tanib yetib, shuningga mos keladigan ish taqsimoti, xizmat taqsimoti qilish boshqalarni harakatlantirishda nihoyatda muhim. Beshinchisi, aniq o'rtaq nishon belgilash va shu nishonga qarab ilgirlash. Bu kishilarga umid va ilhom beradigan muhim masala. Oltinchisi, buyruq emas, balki taklif fikr berish, boshqalarning muvaffaqiyat qozonishiga yordam berish ham shundaqla boshqalarning tirishchanligini taqdirlash, mukofotlash. Bumi boshqalarni harakatlantirishda nihoyatda muhim bir omil hisoblanadi. Yettinchisi, muvofiq savol so'rash, boshqalarning tafakkur qilishiga va harakatga o'tishiga turtki bo'lish. 8-si, boshqalarning mustaqilligiga, shaxsiyatiga va insoniy g'ururiga hurmat qilish. 9-si, boshqalarning fikrini so'rash, ularga hurmat qilinganlik tuyg'usi berish va shu orqali ularni texmo aktivchanligini qo'zg'ash. 10-si, boshqalarning savoli ko'ngliga yoqmagan taqdirdami ularga sabrchanlik bilan javob berish, boshqalarga do'stona tuyg'u berish. 11-si, aktiv pozitsiyada bo'lish, boshqalarga
ümid ato qilish, boshqalarni ilhomlantirish. 12-si milliy qahramonlar, tarixiy shaxslar va muvaffaqiyat qozonganlarning ish izlarini so'zlash, ularni ulgu qilish, ularning faxrlanish tuyg'usini yuqori ko'tarish. 13-si milliy kimlik va milliy ruhni yetildirish. O'z millatidan faxrlanadigan qilib yetildirish. 14-si boshqalarning o'z jamiyati va o'z millatidan faxrlanish tuyg'usini yuqori ko'tarish. Yuqorida bu faxrlanish tuyg'usini men qayta ta'kidlab o'tdim. Oxirida muhim o'rinda, ya'ni 14-si eng muhim o'rinda bu faxrlanish tuyg'usini qaytadan o'tirib qo'ydim. Demak, biz mushu 14 xil usulga alayda diqqat qilgan vaqtimizda, ko'ngil bölgan vaqtimizda mayli oilada bo'lsin, mayli ish o'rnimizda bo'lsin yoki bir jamiyat yoki bir tashkilot, siyosiy tashkilot yoki da'voda bo'lsin, boshqalarniki aktivchanligini texmi yuqori ko'tara olishimiz, boshqalarga umid bera olishimiz, boshqalarning tushkunlashishniki oldini ola olishimiz mumkin. Albatta, bu usullar yetarlikmi deganda yetarlik emas. Men yuqorida deb o'tgandagidek konkret ahvollarga qarab, insonlarning mijoz xulqi bo'yicha ularni aktivchanligini yuqori ko'tarish mumkin. Oxirida bu leksiyani tövəndəki Uyğur xalq maqal təmsilləri bilan oxirlashtirmoqchi. Sabab qilsang, savatda suv to'xtaydi. Ya'ni normalda savatda suv to'xtamaydi, ammo biz sabab qilib, o savatning ustiga, ichiga bir plastik larni qo'ysak, savatda suv to'xtatqili bo'ladi. Ikkinchisi, qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga biz bir maqsad nishonni tuzib, uningga ko'ngil qo'ysak, uning uchun izchil tirishchanlik ko'rsatsak, biz cho'qim ko'zlagan maqsadimizga yetalaymiz. Oxirida hammanglarning bu leksiyaga diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. İşlaringlar utuqli bo'lsin. Millatimizga xayrlik bo'lsin. Xayr xo'sh, Allohga omonat.